Qoraqamishdan gapiramiz. Qoraqamish ikkiga bo'linadi. Biz hozir turgan joyimiz 2-1. Bu yoq tarafi bo'lsa 1-3. 90-yilda bu yerdagi odamlarning ko'pida shaxsiy qurollari bo'lgan. Qoraqamishchi bolalari kichkinani ko'rib olib, uchib yurishni yaxshi ko'rishadi. Qoraqamishli erkaklarda ham, ayollarda ham dux, vagon va yonida kichkina aravachasi ham bo'ladi. Hozir turgan joyimda oldin Sobir Rahimov haykali bo'lgan. U haykallar atrofida juda ham ko'p priключениyalar bo'lgan. 90-yilda Qoraqamishga to'yga kelgan san'atkorlar ertalabgacha xizmat qilishgan. Do'stlarimman kuylayin sizlarga, o'sha dilrabo qora ko'zlarga, o'sha kambag'al yaxshi bolalarga, o'g'lin mushtoq kutgan onalarga. Bu ashulaning avtori ham aynan Qoraqamishli Adham bo'ladi. Haligacha Qoraqamishda gapiga javob bera olmagan bolalar katta shapaloq yeydi. Qoraqamishliklar shu yertamisizlar, ko'rayotgan bo'lsanglar videoga reaksiya qoldiringlar. Hozirgi kunga kelib Qoraqamish ko'chalarini changitgan yigitlar farzandlarini tarbiya qilishyapti. Yurtimiz tinch, osmonimiz har doim shunaqa musaffo bo'lsin.